Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Mashinka.uz kanalimiz obunachilari. Navbatdagi mashinkalarimiz o'z egalariga yo'l olyapti. Demak, ishonchli mashinkalar Stoybek tekshiruvidan o'tgan Mini Pro T2 ikkita mashinka mana. Xo'p, ikkitadan zapas pichoqlari Mini Pro T2. Bu yerda kafolat qog'ozlari yozib berilgan. Jizzax Zomin, Hamroyev Ravshanbek 2026-05-06. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, qaranglar, komplektda nima bor? Ikkita mashinka, ikkitadan zapas pichog'i, yog'i ichida turibdi. Mini Pro T2 оборудование legirovka bo'ladi, zamikinaga zashtalari bor. 1 yil mashinkani motori, apparatiga kafolati bor. Servisida o'zimizning mijozlar uchun hamma zapchastlari bor. Bu mashinkalar tashlab yuborilmaydi, qachon bo'lsa remontini qilib berilaveradi. Faqatgina servis Uston Oybekdan olgan mijozlar uchun do'stlar. Ishonchli mashinkalar Stoybek tekshiruvidan o'tgan. Mana shtrix kodli bo'ladi, qo'yar kodli bo'ladi. Mashinka.uz Telegram kanalingizda qo'ydi uchun olayotgani, ishlatayotganlar barcha ma'lumotlar bor. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, shu turish komplekti ikkita mashinkasi bilan 8 million so'm. Agar bitta mashinka bilan olamasangiz 5,5 million so'm. Dastavkasi ham ichida do'stlar. Mana bu qo'shimcha pichoq, zapas отдельный o'zlari sotib olganlar. Hop, bu yerda mana ikkitadan har doim zapas pichoq qo'shib beriladi har bitta mashinkaga. Mini Pro T2 do'stlar. Ishonchli, legendarniy mashinkalar. Tekshiruvimizdan o'tgan, Stoybek tekshiruvidan o'tgan mashinkalar do'stlar. Bu ham shtrix kodli, qo'yar kodli tekshirilgan mashinkalar do'stlar. Xo'p, Mashinka.uz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Demak, narxlari tushunarli, narxlarni aytib o'tdik. Jizzax Zominga yo'l oladi 2026-05-06. 8 million so'm dastavkasi bilan chiqib ketyapti do'stlar. Mini Pro T2 ichi konstruksiyalar kачественный, fabrichniy terilgan, samodelga qilinmagan, fabrichniy bo'ladi. Malayziyadan kelgan, shu yerda sborka qilib teriladi do'stlar. Xitoy zapchasi qo'yib, samodelga qilib, u qo'l bola emas, famyo fabrichniy teriladi. Har bitta mashinkani ustida ishlaniladi, mijozlarga moslab beriladi. Mana do'stlar, o'z egalariga yo'l olyapti. Mashinka.uz Telegram kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerda qo'ydi uchun olayotgani, ishlatayotganlar barcha ma'lumotlar bor. Video so'ngiga iloji bo'lsa qo'yib qo'yaman, o'zlaring ko'rasizlar. Ko'pchilik Xitoy mashinka boshqalar ishlatib ko'rishib, Oybek har xil mashinkalar ishlatib ko'rdi. Oxiri mana Stoybek mashinkasiga to'xtadik, baraka topib ishlatdik deb ko'pchilik video qilib tashlab beradi do'stlar. Demak, ishonchli mashinkalar usta Oybekda do'stlar. Ahmad aka, mashin u qo'y yog'langanmi, yog'lanmaganmi? Bu farqi yo'q bizga. Любойni olib ketaveramiz. U maygacha kutish kerak, unaqa degan narsa yo'q. Любой vaqt chaqirsa, любой vaqt borib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Men o'sha apparatni olib ishlatganman, buni ham olib ishlatganman. Faqat aldanganman. Bular yaxshi olmaydi. Mirolov maza qilmay solib. Lekin men uni olib keldim, zo'r ekan, do'shi ekan, gap yo'q. Xizmatni Alloh mukofotlasin Oybekjonni. Bismillahirrohmanirrohim.
Hem shu 200 istomidan zakaz qilingan. Qo'ying olib ko'ringlar buni. Kilo oson bo'ladi. 21-asrda yashayapmiz. Qaysini to'xtatinglar endi, o'tinglar. O'tirib. Jetsoatda. Oybekga mana apparatingiz, mashinangiz zo'r ishlayapti. 1 yil kafolash bergan sizlarga. Kundan beri bexato ishlatyapmiz mana. Olishlari zo'r. Tiq degan narsa yo'q-da. Mana apparat zo'r ishlayapti.